Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun yana bitta oddiy o'yinni ko'rsatamiz. Avval shu o'yin ko'rsatishdan oldin mana bu yangi qo'shilgan siyoh rangli futbolchilar bilan tanishib olamiz. Qaranglar. Bularni men ham uncha yaxshi bilmayman, lekin zo'r qo'shilibdi. Hammamiz biza kutgan Abduqodir Husanov kelmadi. Men ham Abduqodir Husanov keladi deb kutib turdim. Mana berildan beradi. Vaqtimiz bor. Ancha vaqtimiz bor ekan. Xo'p, hali bir 20 kunlar bordir. Xo'p, qaranglar, tanishib olamiz. Vartabondan boshlaymiz. Mil Silvar, Roma futbolchisi bo'lsa kerak, adashmasam. Lekin ajoyib ko'rsatish ekan. Tezliklari zo'r ekan, tezlanishlari kuchli. Bu Vartabon zo'r ekan, lekin buni bilmam. Sofin el Korovin qanaydir so'z ekan, endi o'qishga qiynalyapman, lekin uzr, ming bor uzr. Lekin qanotga juda zo'r yarar ekan. Milsar. Bu Sar Crystal Palace o'ynaydi. Agar meni o'zbek obunachilarim bo'lsa, kuzatayotgan bo'lsa, yo'q, xitoylikmi, kimdir bu kelsa ham meni tushunsa, bu Crystal Palace Angliya Premier Ligasidagi o'ynaydi. Lux Vasquez. Buni bilmam, lekin do'stlar, mana bu Lun Reosonni olib qolinglar, lekin agar kim chiqsa sotavermanglar. Bu Borussia Dortmund futbolchisi, yoshi ham katta, juda zo'r ko'rsatkichi bor ekan. Pasi zo'r ekan. Mana bu yangi qo'shilgan Bunyod Bergimmi degan klubda o'ynaydi. Hozir u klub juda zo'r bo'lyapti. Chempionlar Ligasini deyarli yutib qoldi. Hamma klubda yutib kelyapti. Charchamasligi, pasi zo'r ekan buni. Bu mana shu Gigormi, 84lik futbolchimiz. Bu Atletico Bilbao'da o'ynaydi. Ajoyib ekan, shoti zo'r ekan, pasi zo'r ekan, driblingi zo'r ekan. Mana Anderson esa yaqinda Liverpoolga o'tadi, do'stlar. Charchamasligi, pasi zo'r ekan. Cheers Tozil. Buni bilmayman qayerda o'ynaydi, o'zlaringiz endi topa olasizlar. Yaxshi, lekin shoti yaxshi ekan faqat menimcha. Mana Itrago Tiago. Bu o'ynaydi. Menimcha Angliyada o'ynasa kerak, lekin shoti buni yelkachi juda zo'r ekan, tezlik pas ekan ozgina. Tezligiga bersalar do'stlar juda zo'r ketadi. Luis Suarez, mana biza kutgan Luis Suarezni bilgandik o'z kelishini. Ajoyib, shoti zo'r, tezligi zo'r, mana hujumchi zo'r, lekin mana biza kutgan, o'sha kutgan Kinan Yildiz. Tezlik, dribling, pas juda zo'r, do'stlar. Mayli do'stlar, ko'p kuttirmaylik. Menga transferlarda Greenwood, Cherki kelib turibdi. Do'stlar, buni qanday olamiz sizlaring? Bu keladi. Shularni olib berish xizmati ham bor, do'stlar. Bularni ham olib beramiz. Beqimandligida kim o'ynaysiz? Marcel bilan. Pierre-Emerick Aubameyangni kim taniydi, do'stlar? Izohlarda yozib ketinglar, kommentariyga o'tirsa yozasizlar. Mana o'sha akkauntni, obunachimiz akkauntini sotib oldik biz, do'stlar. Shu akkauntni sotib oldik. Albatta, narxini ayta olmayman, lekin mana shu oddiy Chexiya davlati bilan hozir o'ynab ko'rsatsa, mana Choriyx degan hujumchisi, mana oldin turgan hujumchi, bo'yi 1.99, o'yinni ko'rasizlar, juda baland futbolchi. Ovozini pasaytirib olamiz. Xo'p, mana kelyapti, mana. Mana Mbappeni olib turgan. Juda baland futbolchi. Oq bo'lib turib, ko'ki bor ichida. Mbappedan zarba. Do'stlar, mana shu qo'limdagi turgan akkaunt obunachimizga beraveradi yaqinda. Obuna bo'linglar, balki sizga tushib qolishi mumkin, sizga. Zarba va save. Mbappe afsuslanmoqda, lekin yomon zarba bermadi, do'stlar. Inshaalloh, Allohim mana shu yutamiz shu klubni. Chexiya bu davlat, uzr. Ming bor uzr. Mbappedan gol. Mana ikkinchi o'rin uchun gol qildi Mbappe. Ajoyib. Ajoyib, do'stlar. Do'stlar, men qolgan darschilarga o'xshab kuldirib, aytganimdek avvalgi videoyimda kuldirib o'yna olmayman. Men
xato qilishga haqqim yo'q do'stlar. Men kuldirib o'ynayman. Ming bor uzr. Lekin albatta, agar videolarim shu yoqayotgan bo'lsa, inshaalloh like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir Holanddan juda zo'r zarba bo'ldi. To'sin qimillab ketdi. Va. Va Holand olmadi. Uruguay Darwin Núñez hisob ochdi. Xo'p do'stlar, rahmat, lekin qo'llab-quvvatlab turibsizlar. Do'stlar, shu akkaunt berib yuboriladi. Agar lekin olaman deganlar, Telegram kanalimga o'tasizlar, obuna bo'lib yozsizlaringiz, ko'rib turgan akkauntlaringiz va boshqa akkauntlar va o'sha boynak siyoh rang futbolchilarni yig'ib beramiz. Xohlasangiz hammasini, xohlasangiz bittasini. Mana do'stlar, xo'p, De Bruyne, lekin rahmat do'stlar, qo'llab-quvvatlab turibsizlar. Do'stlar, Yamal ketmoqda. Yamaldan fint bo'lmoqchi edi. Fint o'xshatolmadi Yamal. Lekin bu yil zo'r o'ynayapti Yamal. Vinicius Junior va Bernstein tugadi. Uruguaydan Darwin kelib gol urmoqda. Uruguay yaxshi o'ynayapti mencha. Boynaki aytgan hujumchimiz almashtirildi. Vini, Mbappe, Bellingham, Holland zarba va gol. Hollanddan ham ajoyib gol do'stlar. Forum bors berilgan 99 bo'lgan. Alhamdulillah, qarada 99 kartasi zo'r bo'lar ekan. Hujumchilar bor, yaxshi emas, lekin mana do'stlar, men James Rodriguez, Nuno Mendes full qilib tashlayman. Albatta kimdir akkauntimizni sotib olmoqchi yoki obunachimizdan biriga berib yuboraman degan paytimgacha full bo'ladi. Uzr do'stlar, shovqin bo'lsa, shovqin eshitilayotgan bo'lsa, men biroz shovqin joyda edim. Mbappe yetib boradimi? Hollanddan ozgina noto'g'ri pas bo'ldi. Ozgina yetib borolmadi Mbappe. Oz qoldi. Bellingham bosh bilan olib qo'ydi. Valverde'dan pushka. Gol. That's sensational. What a goal. Well, as you can see, he was a long way out there, but he connected sweetly to put the ball in the back of the net. Nuno Mendes tushsin Vini'ning o'rniga. Vartadan xato bo'ldi. Mana do'stlar, Bellingham havoda qo'ydi va Valverde'dan chap oyoqda 23 metr masofalardan deyarli 67.2 zarba bo'ldi. Do'stlar, bir narsani yozib ketinglar. Kim uzoqdan, necha metr uzoqdan qadagansiz va zarbangiz nechigacha chiqqan? Shuni faqat yolg'on gapirmasdan to'g'ri aytinglar. Rahmat. To'g'ri yozganlarga rahmat, noto'g'ri yozib tashlaganlar lekin aldash yaxshi emas. Rahmat lekin. Yamal. Great reflexes. He reacted to that long distance shot. Meni endi futbolchi bo'lmoqchi bo'lgan insonlar kuzatsa kerak, a? He shoots. Va Mendesdan ajoyib gol bo'ldi. Mbappega qarshi foul edi, lekin gol bo'ldi. Futbolda aldanglar, lekin hayotda aldamanglar. Umuman. Futbolda aldamoqchi bo'lganlar aldasin, lekin hayotda emas. Kattakon rahmat. Mendesdan zarbani ko'rib olamiz. 19 metr masofadan zarba 63.8 ga boribdi. Do'stlar, meni qiziqishimlardan biri, men futbol shunchalik yaxshi ko'ramanki, men bu sizlarga men agar yaqinda bilsalaringiz, Dilis Ismoilov kabi mashhur bo'lib ketamiz. Dilis Ismoilovga 100 k obunachi bor. Bizlarda hali juda kam. Lekin nasib bo'lsa, bir kuni inshaalloh bo'lamiz. Xo'p, Yamal kurashmoqda. 5-golni ura olamizmi? Mbappe, Hollanddan zarba va Dembele tushyapti do'stlar. Hozir agar shu Dembele gol ursa, oltin to'pga haqli deyman.
lekin kimdirlar qo'shilmasligi mumkin. Bunday vaqtgacha Dembele tugul hech kim ura olmasa ham kerak. Valverde with the ball. Va bo'ldi do'stlar, ura olmay. Va bo'ldi. Do'stlar, o'yin tugadi. 4-0. Kattakon rahmat do'stlar. Mana shu videoni oxirigacha ko'rganlarga, to'g'ri izoh yozganlarga yozinglar, obuna bo'linglar. Shu ko'rib turgan akkauntimni beraveraman. Do'stlar, yaqinda jonli o'ynaymiz. Shuni arafasidan. Genduzini olib qolinglar. Bu Fenerbahchega ketdi. Dalasidan yo'qolib ketish alomati bor. Avgusto bu Interda o'ynaydi. Bu Bolonyada o'ynaydi. Bu Marcel, bu City. Oqlarni-ku bilmadim. Do'stlar, iltimos obuna bo'lib qo'yinglar. Menga yaqinda Serxio disk tushuvdi, sotib oldim. Kim Serxio diskga qiziqsa yozsin. Do'stlar, mana bular yig'ib berishga xizmatda ham bor. Batistuta, Crespo, Terizegi. Iltimos do'stlar, mana shularni yig'ib beramiz albatta. Obuna bo'linglar, like bosinglar. Ko'rib turgan akkauntingizni ham sotamiz yoki obunachimizga biriga beraveramiz. Do'stlar, xayr, sog' salomat bo'linglar, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar.